Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bugungi video roligimizda biz o'sha maktabimizni 3 etajlik o'quv binosini o'sha pastki qismida armatura bog'lash ishlarini birma-bir kuzatib boramiz. Buni loyihasini men AutoCAD variantini sizlarga ko'rsataman. Xo'p, hozir men pastga tushaman. Boshlaymiz. Pastga ham tushib oldik. Bizni hozirgi holatda podushkamizga ishlatiladigan armaturalarimiz 14 lik va armaturalar bo'ladi. Xo'p, 14 lik armaturalarimiz bizda mana bo'ylamasiga, ya'ni uzun tomoniga ketgan armaturalar 14 lik armaturadan ishlatilyapti. Va mana ko'rib turgan bo'lsalaring, mana bu bukilgan armaturalarimiz bor, ya'ni kalta tomoniga ishlatiladigan armaturalarimiz 12 lik armaturalardan foydalanilyapti. Endi mana bu qismiga kelsak, batlar stakansimon lentishli fundament bo'ladi. Ya'ni 2 metr 20 santimetrga 2 metr 20 santimetrlik. Bizda stakanlarimiz va lentishli holatdagisi 1 metr 30 santimetr bo'ladi. Mana shu holatda balandligi 40 santimetr qilib quyiladi. Endi ko'p loyihalarda e'tibor beriladigan bo'lsa, bizda 2 qator armatura ishlatilardi. Hozirgi bu obyektimizda podval qismi yo'qligi uchun va ya'ni gruntimiz, ya'ni poydevor qismimiz mustahkam bo'lganligi uchun bir qator pastki sloyga armatura ishlatilyapti. Endi ko'rib turgan bo'lsanglar, har bitta mana shu stakan bo'ladigan bo'lsa, stakanda bitta kolonnani armaturalari qo'yib ketiladi. Kolonnani armaturalari qo'yilgandan keyin ustki qismida yana bizning armaturamiz bor. U joylarini xudo xolasa keyingi videoroliklarimizda o'sha qo'yilgan holatini batafsil ko'rsatib boramiz. Endi bu tarafiga qarab yuradigan bo'lsak, bu tarafimizda mana liftavoyimiz, ya'ni liftavoyni shaxtasi bor. Liftavoyni shaxtasi uchun armaturalarimiz mana ustalarimiz baylab, chiroyli qilib tayyorlab qo'yishgan. Liftavoyni shaxtasi 2 qator armatura, ya'ni 14 lik armaturadan 2 sloy qilib ishlatilgan o'sha boshqa loyihalar singari. Liftavoyimizni nimasi stenalari, ya'ni qalinligi 20 santimetr bo'ladi. Bu qalinlikdagi 3 qavatli binoni liftini ushlab turish uchun yetarli. Keyin bunga ishlatilgan armaturalarimiz, ya'ni vipuskalari mana ko'rib turibsizlar, baland holatda turibdi. Bularimiz 12 lik armaturadan ishlatilgan. Pastki qismi bukilib, o'sha oldingi videoroliklardan ko'rsatilgan o'sha 20 santimetr oyoqchasi bo'ladi. Oyoqchasi 20 santimetr bukilib tayyorlangan. Qolgan qismlari mana o'rtada bo'sh joylarga e'tibor bersalaring, bu bo'sh joylarimiz keyinchalik o'zini obratni, ya'ni to'ldirib yuboramiz. Sababi podval qismi umuman bo'lmaydi buni. Ya'ni to'ldirishimiz kamida 1 metr 60 santimetr polni fundament podushkalar quyilib bo'lgandan keyin izolyatsiya qilib biz polni buni to'ldirib tugatamiz. Xo'p, buni loyihalarini men o'sha video darslik sifatida alohida mana nimalarga mana shu video davomida ham xudo xolasa joylab ketamiz. Alohida video darslik qilib loyihasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Hammalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar. Bizga obuna bo'lib, like bosish albatta eslaridan chiqmasin.